Leyla ismim. 2003 yilda tugilganman. O'sha paytlar universitetimizning 2-kursda o'qirdim. Bizning o'quv guruhimizda Tan ismli yigit bor edi, mendan bir kurs yuqorida o'qirardi. U bilan 2-kurs paytida tanishib, asta-sekin sevishib qoldik. Bir kuni Izmirdagi kvartiramda hech kim yo'q edi. Birdan telefonim jiringladi, Tan qo'ng'iroq qilgan edi. "Salom, nima qilyapsan?" dedi u. "Uyda o'tiribman, hamma mehmonga ketgan", dedim. "Men hozirroq boraman", dedi u va telefonni o'chirib qo'ydi. O'tmay eshik taqilladi, qarasam, qo'lida kolasetka va shokolad bilan Tan kelgan edi. U bilan suhbatlashib, kulib o'tirdik. Gap orasida u birdan jiddiy bo'lib qoldi va menga qarab, "Leyla, seni yaxshi ko'raman", dedi. Bu so'zlarni eshitib, yuragim tez ura boshladi. Men ham his-tuyg'ularimni yashira olmadim. Shundan so'ng u menga yaqinlashib, yuzimga tikildi va lablarini mening labimga bosdi. Hayotimda ilk marta bunday holatni his qilayotganim uchun yuragim qattiq urar, ichim hayajon bilan to'lgandi. O'sha payt bir-birimizni quchoqlab, uzoq vaqt yaqin o'tirdik. Men ham qo'rqardim, ham rohatlanardim. Tan biroz shoshilib ketgandek meni yanada yaqinroq his etmoqchi bo'ldi, lekin men o'zimni bosib unga qarab, "Yo'q, bundan ortiqga hali tayyor emasman", dedim. U boshini qimirlatib sekin tinchlandi. Biz uzoq vaqt gaplashib, bir-birimizni quchoqlab o'tirdik. Keyin esa u o'z kvartirasiga qaytdi. Shundan keyin munosabatlarimiz yanada yaqinlashdi. Biz tez-tez ko'rishib, birga vaqt o'tkazar, ehri kezar edik. Ba'zida u hazil bilan qo'llarimni ushlardi, men esa uyalardim, ammo ich-ichimdan unga yanada bog'lanardim. Bir kuni beden eğitimi darsi paytida sinfdoshlarim erkin shug'ullanib yurardi. Tan esa darsda emasdi. Menga qarab "Yur", dedi. "Qayoqqa?" dedim men. "Boraversang bilasan", dedi u jilmayib. Biz kiyim almashtirish xonasiga kirdik va eshikni miyib qo'ydik. Tan menga yaqinlashib, bo'ynimdan, quloqlarimdan o'pdi. Men hayajondan hatto so'z topa olmadim. Ichimda qo'rquv va mehr birgalikda uyg'onib ketgandi. U meni yanada yaqinroq his etmoqchi bo'ldi, lekin men yana o'zimni to'xtatdim. Ichimdan "Hali erta, hali tayyor emasman", deb o'yladim. Tan esa mening holatimni tushunib, sekin tinchlandi. Biz bir-birimizni quchoqlab o'sha yerda uzoq o'tirdik. Shunday qilib, bizning ilk muhabbatimiz shu tarzda davom etdi. Har safar uchrashganimizda yuragim tez ura boshlardi. Men bilan bu tuyg'ular umr bo'yi yodimda qoladi, chunki ilk sevgi hech qachon unutilmaydi.
Вогнеметників, дюйм за дюймом, печера за печерою, почали викурювати захисників. Вони працювали методично, один веде з тунелю, потім другий. Вогонь був особливо ефективним, коли печері мали вихід на схил гори. Струмен полум'я запускали в один ВХД, а з іншого вирівався дім, нот люди, що горлі. Психологічний ефект веде вогнеметів був взамнім. Для японських солдат це було втлінням справжнього пекла, зброю, яка заперечувала саму можливість самурайська честь загинути веде кул. Вона обрекала на страшну, балсну смерть. Це часто ламало волю тих, хто був готовий битися до кінця. Багато хто накладав на себе руки раніше, енже побачить вогонь на порос свого бункера. Для самих американців вогнеметники були одночасно рятівниками прокляттям. Хня робота рятувала життя цілих взвода, але сам вони рідко доживали до вечора. Ха ненавидли і кратко шанували. Веде них відчували дистанцію, бо вони несли не просто смерть, а тотальне знищення. Після того, як остров був овцено захоплений, хоча окрім застки тривали ще тижнями, почали б драховувати жахлив втраті. За понад 70 тис. Марпів, що висадилися, понад 26 тисяч отримали поранення, майже 7 тисяч загинули. Японський гарнзон в 21 тисячу ОСП був майже повністю знищений, лише 216 ОСП потрапили в полон. Серед тих, хто вижив, вогнеметників були по 1 одиниць. Багато хто загинув, багато отримали серйозні опки або психологічні травми, за якими жили всі решту життя. Старя вогнеметників в АДЗМІ – це не старя героїв у звичному сенсі. Це старя звичайних хлопців, яких обставини жорстока необхідність поставили на самий край людського досвіду. Вони були інструментом, необхідним для виконання найагіднішої роботи в найжахливіших умовах. Хня діяльність була вирішальною для успіху операцій, цною яка стала майже повна впевненість у власний загибель. Вони несли вогонь, щоб спалити пекло на землю, багато хто за них назавжди залишився в тому полум. Це старя, моторошні нагадування про те, до яких крайнощ може де. Діти війна, про то не помтнуть сну, як уплатять конкретні люди за стратегічні перемоги на картах.